وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة degan bu oyatda, ya'ni ayollar bilan ulfat ilishinglar uchun Allohning ularni sizlarning o'z tipinglardan yaratganligi, aranglarda ya'ni er-xotin orasida mehr muhabbat o'rnatganligi Allohning kamoliy qudratini ko'rsatadigan alomatlardir degan bu Sura Rum'ninki 21. ayetida "Ve min ayatihi" degan so'zdan nima maqsad qilindi? Oyatdagi "min anfusikum" degan bu so'zningki ma'nosi nima? "Litaskunu ilayha" degan oyatdan nima maqsad qilindi va nima tushunchalarni olamiz? Oyatdagi "litaskunu" degan oyat sözdeki sukne, yani ko'ngil rohati yoki unsi ulfat degan nima ma'noni bildirdi? Er-ayol mas'uliyatda barobarmi yoki bir-birini to'liqlig'ichimi? Oyatda bayon qilingan mawadda va rahma, ya'ni mehr muhabbat va ko'yimchanlik degan so'zlardan nima maqsad qilindi? Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqa al-insana, allamahu al-bayan, was-salatu was-salamu ala nabiyyina al-adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, bugun biz Allohning yordami bilan huquq va mas'uliyat nomli programmamizning 4-bölümini sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini huquq va mas'uliyat nomli suhbatimizning doimlik mehmoni ustoz Muhammad Ali bilan bir araya keldik. Biz suhbatimizning ilgirki qismlarida ayollarning erleri üstüdeki hakları to'g'risida tafsili to'xtalgan bo'lsak, ammo bugun erlarning ayollar üstüdeki hakları to'g'risida to'xtalishimiz suhbatimizning normal taqozosi. Assalomu alaykum ustoz Muhammad Ali. Suhbatimizga tekrar kelganligini qarshi olamiz. Ustoz Muhammad Ali, biz yuqorida deb o'tgandek erlarningki ayollar üstüdeki hakları to'g'risida suhbatimizni boshlaymiz. Shundaqla bu masalani shariat qandoq bayon qilganligini yanıla biz Allah subhanahu va taoloninki Qur'on Karimda bu vaqtda bayon qilgan yuqorida tilovat qilingan oyatdagi Sura Rum'ning 21-oyati "Ve min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ve ja'ala baynakum mawaddatan ve rahma" degan bu oyatdagi har bir kalimada ayrım to'xtalsak biz bu mavzuningki haqqini beralaymiz deb qarayman. Chunki mazkur oyat er-ayollik munosabatninki asosi deb qaraladi. Bu oyatdagi "Ve min ayatihi" degan so'zdan nima maqsad qilindi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala, amma ba'd. O'qilgan yuqorqi surumning 21-oyatidagi "Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma" degan oyatda Alloh subhanahu va taolo er-ayol o'tirisidagi munosabat va er-ayol o'tirisidagi huquq va majburiyat shaklini bizga go'zal shaklda ifodalagan. Oldi bilan oyatning 5-dagi bir qismi bizning diqqatimizni tortadi. Allah Qur'oni Karimda cho'ng-cho'ng büyük meselelerni o'rtaga qo'yib,
diqqat tortmoqchi bo'lganida Xo'sh. va min ayatihi degan bu iborani qo'llanadi. Masalan, Surrumning 22-oyatida va min ayatihi xalqus samawati val ard. Osmon zaminning yaratilishi haqida bizning diqqatimizni shu tarafga burash uchun oyatning oldida va min ayatihi degan iborani qo'llanadi. Ya'ni Allohningki barliq, birlik, qudrat, inson diqqat berishga tegishli nuqtalarga qaratish uchun Allah'ның alametlerining birisi, Allah'ның pakitlerining birisi degan shaklda iborat qo'llangan. Undan boshqa Sura Fussilatning 37-oyatida mu insonning diqqatini kecha kunduzning almishish ahvoli, oy, quyosh qatorliq buyuk cho'ng jismlar insonning hayotiga zich munosabatli taraflarga tortish uchun yana va min ayatihi degan iboratni qo'llangan. Dal mushu cho'ng temalarda qo'llangan bu iborat ayol munosabatini bizga oydinlashtirish va huquqini bayon qilish oyatimi aynı shaklda qo'llangan. Ya'ni va min ayatihi an xalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning ajoyib bir hikmat, ajoyib bir dalil, pakat, qudrat ifodalarining birisi Alloh sizlarga o'zinglarga o'xshaydigan bir türden bir cüp qilib berdi. Dep bo'lib, sizlar aranglarda bir xil taskin topsizlar. O'zaro birisi-biringlarni litaskunu ilayha degani qalb huzuri his qilasizlar degan bo'ladi. Va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma. Aranglarda mehr muhabbat va mehribonlik qildi. Bu yerda bizning diqqatimizni tortadigan inchki bir nuqta bor. Ayol o'tirdiki, munosabatning ifodasini Alloh subhanahu va taolo ikki xil so'z bilan ifodaladi. Birisi mehr muhabbat, sevgi. Yana birisi kuyimchanlik masalasi. O'zining ayolining kuzida kelishgan shaklda ko'rilib, ayoli uni sevgan vaqtida bu oilada illiqlik shakllanadi. Ayoli erining kuzida go'zal ko'rinib, eri ayolini sevgan vaqtida bu oilaning davomlashishi kafolatga ega bo'ladi. Bu bir tarafi oilaning davomlashishi uchun ayol o'tirida mehr muhabbat, sevgi bo'lishi kerak. Oila bu orqali davom qiladi. Agar ma'lum bir sabab bilan ya og'rib qolib, necha 10 yillab o'rnidan turolmaydigan bir kasal ko'p bo'lib qoldi deydi. Yoki ma'lum bir balo qazo tufaylidan ayolning go'zalligi yo'qolib ketib, erining ko'ziga chiroyli ko'rinmaydigan bo'lib qoldi deydi. Bir necha bo'lmoq anisi. Bu holatda ikkisining o'rtada mehr muhabbat paydo bo'lgan sabablar yo'q. Ammo oilani davomlashtirishning yana bir sababi bor. U o'simi oyatning oxiridagi rahma. Erining qalbidagi ayolga bo'lgan mehribonlik, ayolining qalbidagi eriga bo'lgan mehribonlik. Eri o'ylaydi-ki, shu mehribonlikning turtkisida necha 10 yil o'tib endi bu vaqt kelgan vaqtda buni qo'yasam nega bo'ladi? Yoki ayoli o'ylaydi-ki, necha 10 yil o'tibdi, endi og'rib yetib qolgan vaqtda men buni tashlab ketsam, bu qanday qiladi? Bir xil mehr muhabbat u ikkisining ayrilmasdan oilani davom qilishga sabab bo'ladi. Ya'ni ailening umumiy tarixidagi umumiy davrlarda, umumiy bosqichlarda bir aileningki ya mehr muhabbat bilan davom qiladi, ya kuyimchanlik bilan davom qiladi, yoki ikkilisi bilan davom qiladi. Qanday bo'lsa, mayli mehr muhabbat bilan davom qilsin, mayli kuyimchanlik bilan, mehribonlik bilan davom qilsin, ailening davom qilishi bu shaklda o'xshamagan ikki jinsning davom qilishi Alloh subhanahu va taoloninki ajoyibotlarininki, zimindagi qudrat ifodalarininki birisi. Ya'ni mayli mawadda olsun, oyatda ifodalangan mawadda so'zi bilan ifodalangan mehr muhabbat hukmi olsun, yoki rahmat so'zi bilan ifodalangan kuyinish, bir-biriga og'ritish bo'lsin, ikki sabab ailening davomlash sabablarining birisi. Bu ikkisi ayol o'rtasida Alloh tomonidan o'rinlashtirilgan Allohning buyuk qudrat ifodalarining birisi. Allah razı olsun. Mesela yuqorqi oyatninki davomida mesela min anfusikum degan bu jumla bor. Bu
cümleden nima tushunamiz, nimaga dalolat qiladi? Endi Alloh subhanahu va taolo er-ayol munosabatini belgilaydigan bu oyatda min anfusikum degan bir ifoda qo'llandi. Buni tarjima qilgan vaqtda sizlarga o'xshash insondan, sizlarning ichinglardan, o'zinglardan bo'lgan bir jup qilib deb tarjima qilyapmiz. Bu yerda bir inchki nuqtadan birisi bor. Ya'ni Alloh bizga bildirmoqchi bo'lgan bir nuqta bor. Ya'ni sen qanday bo'lsang, ayoling shunday. Sen bir insan, ayolingga o'xshash shaklda bir inson. Sening yaxshi ko'radigan narsalaring bor, aynı shaklda ayolingning yaxshi ko'radigan narsalari bor. Sening muhabbat nafrating bor, ayolingning muhabbat nafrati bor. Sening g'azablanadigan vaqtlaring bo'ladi, xursand bo'ladigan vaqtlaring bo'ladi, ashta bir mijozing bor. Ayolingning aynı shaklda g'azablanadigan xursand bo'ladigan taraflar bo'ladi. Ya'ni bu jihatda ayol o'xshash. Bu yerdan chiqib turibdiki, agar qachon kishi men ayolimdan ortiq, men qilmaydigan ishni ayolim qilish kerak yoki ikkisimizning o'tirida nima bo'lish kerak, farq qilish kerak deb o'ylagan zaman yoki ayol eridan shu fikrdan aynı fikrga kelgan hamon oiladan bir mushkil chiqadi. Chuqur ayolini o'ziga o'xshash inson, muhabbat nafrati va hissiyotga ega deb tushunish kerak. Ayolmi erini o'ziga o'xshash bir inson, yaxshi ko'rdig'ini va yomon ko'rdig'ini va bu taraflarga rioya qilish kerak. Bu vaqtda andikin oilada go'zal bir o'rtam, go'zal bir muhit shu vaqtda yaratiladi. Endi bu yerda mening deb qo'ydigan bir gapim, diqqatni tortadigan bir nuqta bor. Davomli islom dushmanlari yoki islomni ayblaydigan ilmoniylar o'tirib qo'ydigan ayol bilan barobar emasmi degan nuqta kelamiz. İnsanlık nuqtasidan Alloh subhanahu va taoloning nazaridagi daraja nuqtasidan islomdagi uningga majburiyat o'rnatilish nuqtasidan majburiyatlarga qarata mukofotlanish nuqtasidan bilan ayol o'xshashlar barobar. Xuddi vazifa sahibi bo'lgandek, nurg'un vazifa ustiga yuklangandek, ayolning ustida vazifa bor. Kishi vazifasini ado qilsa, unga mukofot berilgandek, ayolmi mukofotlanadi. Kishi o'zining vazifasini ado qilolmasa, jazolangandek, ayol kishi o'xshash qanday qiladi? Jazolanadi. Ammo shu kelgan vaqtda ba'zilar Sura Al-Imronning 36-oyatdagi "Va laysa zakaru kal unsa" degan bir oyat bor. Bu oyatni kelib, kishidan ayol kishi qanday qilmaydi? O'xshamaydi deyishi mumkin. Buni ham izoh qilib o'tay. Ayollik xususiyatlarini tadqiq qilib yozilgan kitoblardagi ayol o'tirisidagi farqlarga qarasak, hayron qolgudek farqlar bor. Yani mayli jismoniy nuqtadan olsun, ruhiy nuqtadan olsun, ijtimoiy aloqa, tafakkur qilish usuli jihatdan olsun, ayolning o'xshamaydigan taraflari pek ko'p, favqulodda ko'p. Nima uchun bunda bo'ladi? Chunki hayotda qilishga tegishli bir vazifalar bor. Mushu vazifalar uchun loyiq shaklda ruhiyat bilan, jismoniyat bilan ve ijtimoiy aloqa, fikr, tafakkur uslubidan yaratilgan. Ayol kishining erga o'xshamaydigan bir vazifalar bo'ladi. Ayol kishi mayli ruhiy psixik nuqtasidan olsun, yoki jismoniy nuqtadan olsun va boshqa nuqtalardan olsun, o'zining vazifasiga loyiq shaklda yaratilgan. Bu nuqtadan ayolga asla qanaqa qilmaydi, o'xshamaydi. Endi erning o'zining vazifasiga loyiq farqli bir shaklda yaratilishi, ayolning o'zining vazifasiga loyiq farqli shaklda yaratilishi bu ikkisini zidlashtirmaydi. Balki bular kirasiman shaklda takomillashtiradi. Tamam, mukammallashtiradi birisi-birisini. Buning ortiq tarafi, buningda kam. Buning kam tarafi, buningda ortiq. Agar ikkisi birga kelgan vaqtda ortiq kam taraflar birisi-birisini mukammallashtiradi. Bu qandaqdir? Vazifaning o'xshamasligi. Vazifaga ko'ra berilgan alohidlik, imkoniyat, uningdagi xususiyatning o'xshamasligiga qarab ikkisini zidlashtirish yoki darajaga ayirish mencha to'g'ri emas. Masalan, Qur'oni Karimda Rasulullohga erini shikoyat qilib kelgan bir ayolning ahvoli yattaqat osmonning ustidan vahiy shaklda tushgan. Qad samiyallohu qawlallati
tujadiluka fi zawjiha Ve teşteki ilallah. va tashtaki ilallah. Bu ayol payg'ambar alayhissalomning qishig'i kelib, menda shikoyat qilgan erini. Mening erim, meni og'a vaqtda men yosh, go'zal, oilam bor, iqtisodim bor. Menda bir holat etdim. Menda vaqtda to'y qilgan. Endi yeshim cho'ng yo'q masalan. Zilvoliqim yo'qolib, oilam dunyodan ketib masalan, mushunga muhtoj bo'lib qolgan vaqtimda taloq qilib etdi. Mening bolalarım bor. Bununla taşlap pray desem, balalarımni zayi qilib o'tdi. Chunki balalarım mening tarbiyamga muhtoj. Balalarımni ep ketay desem, balalarımni baqalishim tasga tushdi. Bir vaqalikni deb kelgan. Mushu vaqalikning bosh tarafi bizga munosib so'g'achqa tabiiy vaqalikni to'xtatdi. Ammo mushu ayolning mushu so'zi ayol o'tirdiki vazifa ve karakterini intayin güzel yoritib bergan. Yani erinin mas'uliyati, ailenin asasını puxtulash, aileni sirtdan keladigan ehtiyojlarini qamdash bo'lsa, ayolning mas'uliyati ailenin ichki tarafi, ichki asasını hazırlash. Balalarının iqtisadi, maddi ehtiyojlarini dada qamdasa, manevi ehtiyoj tarbiyalarini kim qamdaydi? Ana qamdaydi. Degandek bir ma'nini ifodalaydi. Mayal Rasulullahning qishqa shikoyat qilish jarayonida degan so'zining o'zidilar. Mayalning so'zidan erning va ayolning vazifasi va alohidligi ma'lum shaklda qanday qilingan gavdilangan. Allah razı olsun. Ayette liteskunu ilayha degan bir cümle keladi. Bunu da es-sukna. Yani bu sukna kelimesini qanday tushunishimiz mumkin? Endi oyat ayollarning munosabatini belgilagan vaqtda aranglarda mehr muhabbat va kuyinish va o'zinglarga o'xshash insondan bir juftni sizlarga qilib berdi deb bo'lib keyinidan litaskunu deb bir so'z ishlatilgan. Arab tilidagi bu sakna yani bu sözün ma'nosi qalb huzuri degan ma'noda. Yani qalbning taskin tepishi degan ma'noda. Taskin tepish degan nima? Qalb huzuri degan nima degan vaqtda inson ehtiyojliq narsaga erishgan vaqtida yoki ehtiyojliq narsadan xotirjam bo'lgan vaqtda qalb huzuridir. Ayol o'tliq hissiyotga ega, mehribonlikqa ega, illiqlikqa ega. Bunga ehtiyojliq. Ötkür fikirga ega, cho'nqur irodaga ega, chidamchanlikqa ega. Ayol bunga ehtiyojliq. Ikki jins birga kelgan vaqtida o'zi ehtiyojliq bo'lgan illiqlikni, ehtiyojliq bo'lgan hissiyatni ayolidan oladi. Ayol o'zi ehtiyojliq bo'lgan taraflarini erdan qamdiradi. Ailenin içki illiqligiga, huzurga ayol kapolatlik qiladi. Ailenin yetakchiligiga kapolatlik qiladi. İşten herib yenib kelgan vaqtda yoki safardan yenib kelgan vaqtda yoki safarga chiqadigan, uydan chiqadigan vaqtda o'zining kelgusi jamiyatning asosi bo'lgan bolalarini xotirjam ayolga omonat qo'yib mangadi. Bu bir qalb huzuri. Ayol erining bu aileni güzel şekilde yetaklab, ehtiyojlarini qamdab, oxirgi ep mang'alaydigan yetakchilik roliga ayol xotirjam bo'ladi. Yani ikkisi birisidan xotirjam bo'ladi. Chunki ikkisining kam tarafi bor, qarshi tarafdan to'liqlaydi. O'zining kam tarafini ayolidan to'liqlaydi, ayol o'zining kam tarafini nerdan to'liqlaydi? Eri tarafdan qana qilib to'liqlaydi. Shunga ko'pincha ayollar erining qobiliyatlik, talantliqligidan boshqa ayollar oldida faxr qiladi. Nemishqa u o'zining o'sha talanti, qobiliyati, oilaga yetakchilik rolini to'liq joriy qildirish orqali ayoliga nimbagan xotirjam qo'ygan. Ayolidan xotirjam kishilar sirtda uy oilasining hech qanday g'am qilmay, o'zining ishlarini xotirjam qilaoladi. Uni bu taraf oyatda tilg'anilgan litaskunu ilayhaning ifodasi bo'lsa kerak. Chunki erda o'zining vazifasiga yarasha iqtidorlar, xususiyatlar, o'zalliklar erda yaratilgan.
ayol da ayolning vazifasiga yarasha alohidliklar, xususiyatlar, xosliklar ayolga yaratilgan. Erning ehtiyojlik tarafini, er yo'q tarafini ayoldan oladi. Ayol o'z ehtiyojlik tarafini erdan oladi. Bu tarafni qarish tarafini nima qiladi? Xotirjam. Chunki o'g'lingda bor. Ayol erimda bor deydi. Eri ayolimda bor deydi. Yani bu kem taraflardan qanaqa qilmaydi, ensirmaydi. Buning o'zi oyatdagi litaskunu ilayha degan mazmunning ifodasi bo'lishi kerak. Allah razı olsun. Yuqorqi oyatninki ma'nosida tafsil tushunchaga ega bo'ldik. Endi Alloh taolo Qur'on Karimda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa deb sura Nisa'da kelgan bir oyat bor. Bu so'zningki shariy tushunchasi nimalardan iborat? Ya'ni erlar ayollarning homilidir degan yuqorqi oyatninki ma'nosida. Ya'ni bu erlar ayollarning homilidir degan bu so'zni qanday tushunamiz? Endi biz burundan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa deganni ba'zida ayollarga kuchimiz yetmasa, gap anlatolmasak ishlatib keldik. Erlar ayollarni boshqurdi degan shaklda. Amaliyotda buning ma'nosi buningdan keng bir shaklda kelishi kerak. Ya'ni erlar ayollarning homiysi, mas'uliyat egisi degan nuqtadan aytgan vaqtda masalani tushuntirishdan ilgari men bir qisqa misoldan birini olay. Bir cho'ng aeroplan bor desak, 400 yo'lovchi aeroplanda bor. Mushu aeroplanni uchitib saq salomat nishon yetkazadigan ikki odam bor. Ikki odam kichik, kenarlikka balkim necha metrmi kelmaydigan kichik bir yerda taqoq bo'lgan bir yerda o'tirib aeroplanni qana qiladi, haydab manga demdi. Endi mushu yo'li uçquchilar, ya'ni kapitan. Nimda men 400 yo'lovchi bilan birga o'tirib, xushal-xuram safarimni davom qilmayman. Nimda bu kichik bir yerga men taqilib, solinib o'tirman. Deyishi uning asli vazifasiga xilof. Ayol kishininki Allah subhanahu va taolo tarafidan yaratilgan vaqtdagi eng chong vazifalarning birisi kelgusi jamiyatning asosini yaratish. Yani kelgusi jamiyatning asosi deganimiz bugungi kunda 5 yoshga kirgan kichik bolalar 20 yildan keyin mush jamiyat shunday bo'ladi. O'sha bolalarning bo'ladi. Bugun oilada shu bolalar qanday shakllansa, tarbiyalansa, yetiltirilsa, 20 yildan keyingi jamiyatimiz ayni shu shaklda chiqadi. Ya'ni ayollar Qur'oni Karimda vaqarna fi buyutikunna degan bir oyatlar. Bu oyatni ko'pincha vaqtda ayollarni uyga solib qo'yish, uydan chiqarmaslik degan bir shaklda tushunib olgan bo'lsak, mencha sal tardarida tushunib olgan bo'lamiz. Tabii ayollar uydan chiqsa bo'lmaydigan tarafi yo'q. Lekin oyat shuni bizga ifodalayotdiki, ayolning asosiy vazifasi oiladan boshlanadigan jamiyat qurilishi. O yüzden oyatda Allah ayollarning ehtimomini, diqqat nazrini, ko'ngil bilishni oilaga qanday qilyotdi, tortyotdi. Balkim ayol kishi oiladan chiqib ketgan ayol kishi ma'lum bir sohalarda utuq qozonishi mumkin, cho'ng unvonlarni elishi mumkin. Ammo mening shaxsan qarashimda o'zining bolalarini güzel şekilde tarbiyalab, amanatdor, kamtar, yuqori seviyedeki o'qigan masalan, kelgusida o'zining millati, dini, jamiyati uchun cho'ng-cho'ng ishlarni qilgan bir holatga akagan bo'lsa, mencha mushu ayol kishining eng cho'ng unvoni. Yani bir oiladan chiqqan bolalarningki yaramliq odam bo'lib, jamiyatga yaramliq ishlarni qilishi, o'zining dini, millati uchun cho'ng xizmatni qila olganligi, shu onaninki qilgan xizmatidan ayirib qarg'il olmaydi. Onaning eng cho'ng alohidligi bu bo'ladi. Mushakaga vaqtda men bir narsani deb qo'yay, ya'ni dunyoda har inson yoki boshqa har şey olsun yaratilgan bir vazifasi bo'ladi. O'zining vazifasini ado qilish har qanday amal ibodatdan afzal turib deb o'ylayman. Bir ayol kechasi 2-3lar bilan turib kechada qiyam qilib tahajjud o'qidi. Yig'lab yoshlari to'kilib ketdi, Qur'on o'qidi. Attigini tong atganda bo'lsa, sal harg'inlik tutib, charchab, uxlab qoldi.
Öydeki balaları, mektep ko'radigan balaları topshiriqlari tekshirilmadi, ko'zdan kechirilmadi. Kiyimleri retlenmedi, mektep somkaları joyida retlenmedi. Güzel şekilde bir naştı qilib mektepga yo'lga solinmadi. O balaning maktabga borgandan keyingi kayfiyati tuvalladi, o'qituvchilardan gap angladi, darsi keyniga chekindi. Ammo uning aksi shaklda kechasi normal uxlab bandat namozga turib, uyni isitib masalan, balalarning topshiriqlarini ko'zdan kechirib maktab uchun chayliq hazırlab, kiyimlerini retlab, pakiz kiyindirib, somkalarni retlab, maktabga yo'lga soldi. Bu ikki ayolning o'tirdiği farqda selishtirib to'g'ri kelib qolsa, men ikkinchi ayol. Buni 1000 martaba birinchisidan yaxshi deb qarayman. Chunki birinchi ayol garchi Robb bilan bo'lgan aloqani chingitish uchun kechasi qiyom qilib, tahajjud o'qib qilgan bo'lsa-mu, o'zining asli vazifasini sal qildi. Tabiiyki ikkisini qila olsa, tabiiy havo ne'mat, go'zal ahvol. Ammo ikkisining birisidan sal qaragan ahvol ostida o'zining vazifasini joyida qilgan ayol 1000 martaba yaxshi chiqadi. Masalan, mujnoq munosibni ikkinchisi birinchisidan muhimroq. Chunki vazifasi. Ayolning o'zining vazifasi shu. Masalan, mujnoq munosabatlik bir gapni qilay. Ba'zi iqtisod egalarimiz bor. Nafl namozlarni o'qib ketadi. Nafl ro'zalarni tutadi. Her diniy faoliyatlarga qatnashadi, ammo uning berilgan iqtisodga bog'langan bir vazifasi bor uning. Ya'ni shu iqtisod orqali qiladigan musulmonlarning iqtisodiy ahvolini ustunga ko'tarishga tegishli halol tijoratlarni o'tirib qo'yib, din dushmanlarining yoki g'ayri musulmonlarning ba'zi sohalarni tortib olishining oldini olib kuchaydigan bir taraf turadi. O'zining iqtisodiy sohada qattiq kuchish kerak ekan. Xo'sh. Musulmonlarning sanoatini o'rtaga chiqish kerak, musulmonlarning iqtisodini rivojlantirish kerak. Xo'sh. Bu vazifani qilmay aniq qilgan bo'lsa, ma iqtisod sohibi, ma iqtisodlik kishi o'zining vazifasini qilmagan bo'ladi. Masalan deyli, musulmonlarning askari desak, musulmonlarning ishidan chiqqan ma'lum vazifa egasi o'zining ishini qilmay, boshqalarning ishini qilsa, bu o'zining vazifasini ado qilmagan bo'ladi. Musulmonlarning ichidagi da'vatchilar, ahli ilmlar yoki jamiyatni yetaklaymiz deb o'tirib chiqayotgan olim, ulamo, ziyolilar o'zining vazifasini qilmay, men iqtisod tepib, iqtisodni rivojlantirib, mush orqali xizmat qilay desa, tam xato ish qilgan bo'ladi. Mushunga o'xshash, ya'ni har narsa yaratilgan bir vazifasi bor. Har kimning yaratilgan bir vazifasi bor. Shu vazifasi birinchi o'rinda. Shu ayol kishiga nisbatanmi vaqarna fi buyutikunna degan Alloh subhanahu va taoloning ayollarning diqqat nazarini oilaga markazlashtirib o'tdi. Chunki mushu oilada bugungi kunda kichik bola, buvoq, necha yoshlik bola shaklda turayotgan bir bilik bir necha bola kelgusidagi jamiyatning asosi. Bugun qanday tarbiyalansa, qanday yetildirilsa, necha 10 yildan keyin jamiyat aşı shaklda quriladi. Ya'ni jamiyatning qurilishi oiladagi ayolning nimasi vazifasi, ya'ni ayolning qo'lida hisobda. Bu nuqtadan ayol kishi bu darajada og'ir mas'uliyatli bo'lgan ekan. Buning uy ichidagi shu mas'uliyatini ado qilish uchun hamda buningga mas'ul bo'ladigan, yetakchilik qiladigan, yetaklab mangadigan birisiga ehtiyoj bor. U o'simi er. Yana bayatdan oyatda o'qilgan erjalu qavvamuna alan nisa degani jamiyatning yiltizi, urug'chisi bo'lgan oiladagi bu kichik bir jamiyatni, ya'ni bu vaqt jamiyat desak bo'ladi, jamiyatning asosini joyida yetiltirib, jamiyatning o'rtaga chiqish uchun er kishi ayol kishining shu vazifasiga yordam qilish kerak. Shu vazifalaridan er kishi qanaqadir so'riladi. Erjalu qavvamuna alan nisa degani mana bu nuqta. Endi mushu nuqtaning oxirisida men bir narsani qistiray. Er kishi agar o'zining mushu vazifasini tushunganida, bu oilaning bir oila emas ekanligini, aslida jamiyat qurilishining asosi ekanligini, o'zining oilada bir erulab turish emas, jamiyat yaratayotganligini, ayolining nuqul bir xotun emas, jamiyat yaratquchisi, kelgusi jamiyatning qurg'uvchisi ekanligini bilganida, o'zining ustiga tushgan vazifasining nima ekanligini, huquqining nima ekanligini, ayolining vazifasining nimasi, huquqining nima ekanligini bilganida, andikin er kishi ma qiyodat, rahbarlik, yetakchilik vazifasini joyida qila oladi. Agar unda bo'lmagan vaqtda uni qila olmaydi. Allah razı olsun. Sizinki yuqoridagi oyatdagi al-qavvama
Yani ar-ricalu qawwamun 'alan nisa degan oyatdagi qawwamun so'ziga bergan tushunchalardan erning oilada yetakchilik rolini o'ynaydiganligi, shundaqla sog'lom yetakchilik qilish asosi qurilgan bu homiylik Alloh erlarni sharaflantirgan bir mas'uliyat ekanligi deb tushundim. Endi madamiki Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on Karimda ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallohu ba'dahum 'ala ba'din va bima anfaqu min amwalihim degan bu oyatda homiylikninki ikki sababini bayon qildi ekan-da. Oyatninki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa degan oyatning oxiridagi oyatga qaraydigan bo'lsak, homiylikninki ikki sababini bayon qilib, birinchi sababi bima faddalallohu ba'dahum ala ba'd. Yani bu oyatda Alloh taolo erni ayoldan qaysi taraflarda ortiq qildi, yani. Shu oyatninki nimasi qolsa. Bu mesele nayeti zil bir mesele. Köpünçe biz burun faddalallahu ba'dahum ala ba'dini erini ayol kişinin ortiq qildi deplan. Bunu nokul ayollık derecesiga to'g'izgan bir ahvol var. Endi mening tushunjamda bu yerdagi Alloh subhanahu va taoloninki erlarni ayollardan ortiq qildi degani biz deb o'tdik. Ayolning büyük bir vazifasi var. Xo'sh. Ayolning shu büyük vazifasidan kim mas'ul? Er kishi mas'ul. Buning uchun er kishi o'zining huquqining nima bayonida deb o'tganimiz. Majburiyatining nima, ayolining huquqining nima, majburiyatining nima ekanligini bilish kerak. Xo'sh. Chunki bilim, bilish, ma'lumot har ishning asosi. Do'zaxga kirib ketishning tek sebebi mi? Xo'sh. Bilasizmi, bilmaslik. Sura Mulkning 10-oyatida do'zaxga kirganlar o'z do'zaxga kirish sababini bayon qilib, va qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Anlab bilgan bo'lsak, ma do'zaxga kirmaydik deydi. Bu noktadan tushungan vaqtimizda er kishiga yuklangan bu vazifa, yetakchilik vazifasi olg'achqa, vazifa nuqtasidan, mas'uliyat nuqtasidan er kishi sal yuqoriroq o'rinda. Yani bu yuqori deganimiz daraja nuqtasidan emas, mas'uliyat nuqtasidan. Yani mas'uliyatni sanab o'tirsak, erning mas'uliyati ayol kishinikidan sal nimroq ko'proq. Yani Qur'onda da'vat edildi, Alloh sizlarga yukni jiqati da'vat. Er-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bu askartish. Er ayoldan mas'ul deb bo'lib, nimishqa bima faddalallohu ba'dahum 'ala ba'd. Chunki vazifa ma'ruf da'vat edildi. Erning vazifasi ayol kishining nima ortiq. Sizning qiladigan ishing ayol kishining ortiq. Bo'lgandan keyin siz o'zingiz mas'uliyatni tuting. Sizning qiladigan ishing jiq da'vat edildi. Ana bu sizlardan so'rgan savolda masalan, ya'ni erninki ayoldan qaysi taraflardan erninki ayoldan vazifasi ortiq. Yani bu oyatda bayon qilingan ortiqchilik nima deb buni so'ramoqchiman. Yani ayol kishining shuncha büyük vazifasi var dedik. Bunun oldida şu büyük vazifani ustiga olgan ayol kishini yetaklash. Bu er kishining ustiga tushadi. Bu noktadan er kishining vazifasi ayol kishidan nima bo'ladi? Ortiq. Ammo shakaga vaqtda ortiq degan hukm ko'pincha reaksiya qiladi. Ya'ni biroqlam darajaga aprolga boshladi. Men bir misol keltirsam, oldimizda ikki mashina var. Birisi sayohat avtobusi 50 kishilik. Yani birisi yük avtobusu 10 tonna mal patadigan. Xo'sh. Aram ikkidan patadi. Sonuçta qaysi yaxshisi? Onun yaxshi yomoni yo'q. Bu o'zinki, bu nima sohasida? O'z sohasida. Bunun 50 kedan patadi, bunun 2 kedan patadi. Lekin buningga 100 kilo mal patmagan bilan buningga 10 tonna nima patadi? Yük patadi. Yani bunun öz sahası var. Ve bunun özgüçlük bir nimesi var, sahası yani var. İçkilisi özgü xas bir hususiyetiga yani. Ayol kişi özünün vazifasiga layık. Şekilde ruhi, cismani ve başka cihetden yaratılgan. Er kişi özünün vazifasiga layık, ruhi, cismani hem cihette, psixik hem cihette vazifasiga layık yaratılgan. Ayol qilgan ishning nurg'unlarini er qilolmaydi. Er qilgan ishning nurg'unlarini ayol qilolmaydi. Bu noktadan bu bir gireleşmiş şekildeki halet. Birisi-birisini ortiq tüellik emas, belki birisi-birisini qana qildigan, mükemmelleştirdigan, birisi-birisini to'liqlaydigan bir halet.
Allah razı olsun. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nınki erni ayaldan farqlı qilib, yani o'ziga her ikkilisine yani ayrım bir xususiyet bilan yarasha, er jinsinin ayal jinsinin afzalligini taqozo qilamiz bu yerda. Yani bayatniki degan misollarımızda menimcha buning javobi chiqib bo'ldi. Ikki mashinaning mav ma'nodan ortiq digilolmaganidek, faqat vazifa farqi. Vazifa farqi. Mas'uliyat farqi, er ayolning o'tirgan farqi. Qandaqdir bu ikki jinsning birisidan nima ortiq. Yani afzallik nuqtasidan bunda ortiqlik bo'lmaydi. Chunki darsimizning, suhbatimizning başida o'qib o'tdik. Ayollarga chekilgan mas'uliyat Allohning nazarida va buni ado qilsa beriladigan mukofot, erlarga chekilgan mas'uliyat va buni ado qilsa beriladigan mukofot va har ikkilisi ado qilmasa ushlaydigan jazo o'xshash. Bu nuqtadan er ayol nima o'xshash. Chunki dars suhbatimizning başida o'qigan oyatda min anfusikum, ayol erdan o'xshash inson. Erning qanday muhabbat, nafrat, g'azab, yaxshi ko'radigan, yomon ko'radigan tarafi bo'lsa, ayol kishining o'xshash. Başka tarafı var. Bir-biriga ehtirom qilmoq lozim. Hech kimdan ortiq yoki emas, tuan emas. Masala mas'uliyat masalasi va mas'uliyatga qarata berilgan imkoniyat alohidlik masalasi. Oyatdagi ikkinchi sababiga ko'z yugursak, va bima anfaqu min amwalihim. Ya'ni er ayol uchun o'z iqtisodini sarf qilganlik uchunla ayol erning homiylik ostida bo'lgan bo'lamdi yani. Yani bu del bayatın az biraz ilgili soğan erler ayollardan qaysi tarafta vazifasi yuqori degan savolning javobi şu so'gan savolning o'zi bo'lib qoldi. Erning ayoldan ortiq ustiga olgan bir vazifasi bor. Bima anfaqu alayhim ki ayolning butun iqtisodiy xarajatlari, maddi ta'minotlarning hammasining yuki kimning ustiga yuklangan erimiz. Bu ortiq taraf. Bir ailedeki er ayolning ayol bayılgan takdirdimi ayolga mas'uliyat nuqtasidan mas'uliyat kelmaydi, yük yüklenmeydi. Mesela aileni kuruştan başlaydı. Er ayol to'y qilib bir aileni qurmoq bo'lgan vaqtdimi er to'yla qiladi. Bu erning ustundagi mas'uliyat. Ayol kishi qana qiladi, oladi. Aile qurib bo'lgandan keyinki aileninki ichidagi umumiy moddiy ehtiyojlarning hammasini qamdash kimning ustida? Erning ustida. Ayol kishi ustiga aslo vazifa tushmaydi. Bu erningki mas'uliyatining ayollarnikidan nima ekanligi ko'p ekanligining bir tarafi. Shunga bir oila qurilgandan keyin oilani buzishda talaq huquqi kimga berilgan? Erga berilgan. Endi misha kelgan vaqtda bir narsani qo'shib qo'ygim keladi. Bir oilani buzishning 3 xil usuli bor. Xo'sh. 3 xil. Buning birining huquqi erga berilgan. Yana birisining huquqi ayolga berilgan. Yana birisining huquqi erga berilmagan, ayolga berilmagan, balki qozi, yana bugungi sud. Buning berilgan ahvoli bor. Ya'ni bu arabcha fiqhiy atalgan degan vaqtda talaq, al-hulq, yana birisi tafriq. Aileni 3 xil shaklda buzg'uldi. Bir oila agar zodi qamlashmadi bu ishkisi, bu oilani chuvitish to'g'ri kelib qoldi. 3 xil holati bor. Talaq erning qo'lida, xul kimning qo'lida? Ayolning qo'lida. Ayol xul qilish orqali oilani buzalaydi. Har kishi talaq qilmagan taqdirdami, ayol kishi xul qilib kelishib, uning tafsiloti fiqh kitoblarda bor uning tafsiloti. Bu ayol kishining huquqida bu. Andaga üçüncüsü tefrik deyimiz ayrı ötüştür. Kilişenmedi bu aile. Bommadı bu aile. Bu aile normal aile bommadı. Bu vakti da sot mesela. Üçüncü bir taraf. Üçüncü bir taraf. Erdim bombaydı hukuku, ayaldım bombaydı hukuku, sot ayrıydı. Demek bir ailenin çoğuşunun hukuku gelgen vakti mi? Aile kurgan vakitteki mesuliyeti karab turup, ailenin çoğuşunun açıkça tarafları tutulgan. Çünkü aileni qurgandan tartib bunun iqtisodiy, moddiy bütün mas'uliyati kimning ustiga tushgan? Erning ustiga. Bir odam bir oilani qurish uchun necha mingni xarjladi. To'g'rimi? Uni akilib, yana birisiga pokku deb buzib qolib o'tsa, bu qanday ahvol bo'ldi? Shunga taloq huquqi kimning qo'lida? Erning qo'lida. Ammo xulq qilib burun mesela sarf qilingan ashu xarajatlar ma'lum darajada kelishib qana qilinsa, bir taraf qilinsa talaq huquqi kimning qo'lida bo'ldi? Ayol tush huquqi ayol kishining qo'lida bo'ldi.
yoki adil shaklda ayrıladigan nimaning qo'lida qozi, ya'ni sotning qo'lida bo'ladi. Bu shaklda. Ya'ni islomda huquq qanchalik berilgan bo'lsa, majburiyat shunchalik atilgan. Yoki majburiyat qanchalik atilgan bo'lsa, uning huquq shunchalik berilgan. Qanaqdir bir yerda anadan ortiqligi, ma'nodan tuvanlik masalasi emas, balki ustiga yuklangan vazifa, mas'uliyatga qarab turib, uning qo'liga nima berilgan, huquq berilgan. Bu shaklda tushunsak bo'ladi. Allah razı olsun. Ustaz, biz bugün to'xtalgan oyatdagi ba'zi mazmunlarni Allah chiqishiga asos kelgan qitimqi, ya'ni erlarning ayollar ustidagi haqlari to'g'risida yana bu oyatni chiqish qilib turib yoritib berishga tirishimiz Allah xolisa. Bugungi dersimiz asos jihatdan mehr muhabbat, ko'yimchanlik, ega chiqish va ko'ngil rohati qatorliq bir bo'lak masalalarga umum bir aniqlik berilgan bo'ldi. Oyatni chiqish qilib turib Allah rozi bo'lsin. Bugungi dersimiz inşallah oxirlashadi. Hurmatli qarindoshlar, huquq va mas'uliyat nomli programmamizning 4-bo'lim bo'lgan erlarning ayollari ustidagi haqlari, ya'ni mehr muhabbat, ko'yimchanlik to'g'risidagi suhbatimizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ulug' Rabbimizdan hammalarga dunyo va oxiratda yaxshilik tilayman. Hammalardan ulug' Alloh rozi bo'lsin. Görüşkünce aman bulunla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.